Assalomu alaykum. Men hozir sizlarga Telegram Telegramga web o'sha sayt orqali kirishni o'rgatmoqchiman. Buning uchun biz agar MacBookda bo'lsa, Safari yoki Google Chrome orqali kirishimiz mumkin. Agar Windows kompyuterda bo'lsa, Google Chromedan kirishingiz kerak bo'ladi. Men hozir Safaridan kirmoqchiman. Birinchida biz Telegram deb yozamiz. Telegram web deb yozamiz. Birinchida chiqqan saytga kirishimiz kerak. Qolganlari hakerlar men bilar hakerlar tomonidan yaratilgan bo'lishi mumkin. Sizlar ma'lumotlaringizni o'g'irlab qo'yishi mumkin. Telegram webga kiriladi. Kirganimizdan keyin QR kod orqali kirishi yoki telefon raqami bilan kirishi sizga variant beradi. Bizga hozir telefon raqami orqali kirish qulayroq. Demak, botga biz nomerimizni yozishimiz kerak. 50 3900. Next bosamiz. Demak, Telegram narigi ulangan Telegram akkauntingizga demak kod boradi. Misol uchun men bitta kod kelgan bo'ladi. Mana. Kodni kirgizasiz. Mana kirib ketdi. Endi hozir sizlar bilan qisqacha nastroykalar bilan gaplashamiz. Xo'p. Mana birinchi navbatda my profilimiz. Profil mana bu botdan biz ismni tahrirlashimiz mumkin, bio yozishimiz mumkin, username qo'shishimiz mumkin. Yoki-da mana bu yerdan rasm qo'shishimiz mumkin. Profil rasm. Xo'p. Endi mana bu yerda saved message'lar, o'sha saqlangan xabarlar o'zi mana shu nimada turibdi. Saqlangan xabarlar. Mana bu yerda kontaktlarni, mana bu yerdan settings, ya'ni o'sha nastroykasi. Nastroykada bu yerda ham ismlarni, rasm qo'shishingiz mumkin, ismlarni tahrirlashingiz mumkin, username qo'shishingiz mumkin. Xo'p, general settings. Bu o'sha Telegramdagi nastroykalari. Enterni bosib yuborish yoki send with comment bilan enterni birga bosib yuborish kabi nastroykalarni to'g'rilashimiz mumkin. Mana bu yerdan chat wallpaper chatimizga mana bunaqa rasmlar qo'shishimiz mumkin. Yoki o'sha o'zingizda bo'lgan galereyadagi rasmlaringizni qo'shishingiz mumkin. Xo'p. Bu yerda demak notifications, ma'lumotlar, misol uchun xabarlar desak bo'ladi. Xabarlar to'g'rilashimiz mumkin. Mana bu yerda esa data and storage. Bu yerda biz data and storage degani o'sha ma'lumot va xotira. Bu yerda biz auto download larni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Auto download nima? Biz ma'lum bir chatga kirsak, ular keraksiz rasmlarni o'zi sketchat qilib yuborishi. Buni o'chirib qo'ysak, mana. O'chirib qo'ysak, bularni rasmlarni, mana shu kontaktlar, boshqa private shaxsiy chatlardan, o'sha nimalardan sketchat qila olmaydi. Hammasini o'chirib qo'ysanglar yaxshiroq bo'ladi. Endi bu yerda privacy and security, xavfsizlik. Bu yerdan biz bloklagan foydalanuvchilarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ikki bosqichli kod qo'yishimiz mumkin. Biolarni kim ko'rishi, mening profil rasmlarini kim ko'rishi, oxirgi marta kirilganini kim ko'rishi, hammasini biz nastroyga qilsak bo'ladi. Misol uchun men qolganlarni
men o'sha telefon raqamini ko'rishni xohlamayman. Shuning uchun ben nobodini tanlab qo'ysam, hech kimga meni nomerim, mana shu Telegramga ochilgan nomerim ko'rmaydi. My contact bo'lsa, o'sha kontaktlarimda bo'lgan odamlar ko'radi. Everybodyni yozsam hamma ko'radi. Bu mana shu nastroykalarni to'g'rilasa bo'ladi. Xo'p, active sessions. Bu mana shu Telegram akkauntingizga nimalar ulanganligini ko'rishingiz mumkin. Misol uchun menikida Samsung Galaxy A31, iPhone, MacBooklar ulangan ekan. Mana Safari'da, demak, mana hozir biz web orqali kelganmiz, mana Safari'da ko'rinadi. Xo'sh, bu yerdan biz Telegram o'sha tilini o'zgartirishimiz mumkin. Mana xohlasangiz o'zbekcha, xohlasangiz arabcha, xohlasangiz ruscha, farqi yo'q. Bu emojilar. Endi bundan mana shu Telegram web orqali o'sha kirilgan akkauntni qanday qilib chiqib ketishi ko'rsatib beraman. Buning uchun my profil, mana 3 ta nuqtani bosasiz, profilga kirasiz. Bu yerdan demak settingsga kirasiz. Bu yerdan mana bitta log out. Hozir boshqatdan ko'rsatib beraman. Mana 3 ta nuqtani bosasiz. Settingsga kirasiz. Settingsda mana bu 3 ta nuqtani bosasiz. Log out ni bossangiz chiqib ketadi. Mana. Are you sure you want to log out? O'sha ishonching chiqib ketishingizni xohlashingizga ishonchingiz komilmi deb so'rayapti. Demak, log out ni bossanglar chiqib ketadi. Mana. Chiqib ketdi. Telegram web asosan kimlar uchun? Misol uchun vaqt o'tkazib Telegram sketchat qilib turmaysizda, shunday Chrome yoki Safari'ga kirib Telegram web deb yozsangiz, tezda kirib ketish mumkin. Yoki joy telefoningizda yoki notebookingizda xotirasini to'ldirmaslik uchun mana shundan foydalansangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.